Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan yana men Grafjon va bugun sizlar kommentariyada hech kim yo'q, faqatgina bir obunachimiz baraka topsinlar yozibdi. Sizga challenge. Sizda super bronlar va sizga qarshi 100 ta zombi va 100 ta skelet. Men birinchi hammasini birday qilib bo'lmoqchi edim, lekin bularda qaranglar juda ko'pligini. Shuning uchun qo'rqdim. Telefonim qotib qolmasligi uchun. Velosipedda ham turibdi. Shuning uchun birinchi zombilar bilan keyin esa skeletlarni urishmoqchiman. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'sh, do'stlar, mana hammasini tayyorlab oldim. Axir kommentariyada o'zingizlar yozganlaring super kiyimlar bo'lsin deb. Shuning uchun men o'zimga kuchsizgina bo'lsa ham kiyim tayyorlab oldim. To'g'ri, bu kuchsiz. Meni kommentariyada yozmanglar. Qo'rqoq yoki lo'q deb. Buyruq bol, zombini bolalari ham bordi. Birinchi bo'lib burjikka qabul olsam. Chunki bular sirali chiqib ketadigan bo'lsa, men o'lishim aniq. Aytgancha, men albatta aytib qo'yay oldindan. Albatta men kabinetda qo'yganman, bo'lmasam men ag'darib tashlashadi. Shuning uchun kabinetda qo'yganman. Tipani yopamiz. Va boshlandi. 1 2 3 Kelyapti. Zombilar. Zombilar bu zombilar juda ham kuchli. Yo'qol. Hamma yo'qol. Do'stlar, oltin olma oshishdan chiqib ketdi. Mayli, oltin olmasdan urishaveramiz. Bo'la qol. Ay, bu zombilarni oson yo'q qilish yo'lini topishim kerak. Xo'sh. Mana ay. Bular xuddi gigantdek urushyapti-ku. Uzoqroq ketib olay. Ular unga yopishib turgan paytda men biroz tepaga chiqib olaman. Zombi kelyapti. Qoch. Hop. Ay. Qoch. Yugur. Orta olmasam bo'ldi. Bo'ltol. Folga. Yugur. Kaç. Zomboklar keraklar. Hammangizga javob. Voy. Obunachilar, videoni biroz tortishga majburman. Obunachilar, uzr so'rayman, men o'zim oltin olmay oldim, sababi juda ham qornim och va men juda ham qiynalyapman. Do'stlar, 1 daqiqa. Xo'sh. Ketmay turinglar, eshaklar. Hammani yutaman. Xo'sh. Qani. Kerak paytda bo'lmaydi-ya. Qanisan, qo'rqoq. Amiri bordi. Ana endi ham desak bo'ladi. Zomboklar. Ma. Ho.
Na. Do'stlar, bu kasallik emas. Shunga majburman, chunki men hech qanday boshqa mevalarni boshqa narsa bilan yutolmayman axir. Obunachilar, hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Tayyormisizlar? 1 2 3 Man kung fu usullaridan bahra olaram. Man kung fu jangchisiman. 100 ta bo'lsang ham, 1000 ta bo'lsang ham, million tanga ham qarshi chiqaman. Leboy Mamet. Voy, obunachilar. Obunachilar qochish kerak. Mana ketib oldim. Xo'sh, bunday qol. Meni juda ham bilarim ketib qopti kuchi. Bu shapkani do'stlar menga mening qo'shganman, shuning uchun hozir tomosha qilinglar. Asta yig'ilamiz. O'lib qolma, o'zim Mehribraynim. Qoch. Obunachilar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, sizlar uchun o'ldim. Bratan. Obunachi bu kreativga qanday? Obunachilar, biroz bak to'g'rilashga harakat qilaman. Obunachilar, barcha baklar to'g'riladim va endi sizlar uchun men xuddi Ikkinchi jahon urushiga qatnashganday jangga boraman. Olg'a, qishloq menga yordam beribdi lekin juda ham katta yordam beryapti. Kung fu san'atidan olgan nimadir. Hammang mana shogird bu ukajonlarim. Minecraftni mendan zo'r biladigan. Yo'q. Hammasini olish kerak, kuchaytirish kerak bo'ladi. Do'stlar, menimcha hammasini yengdim deb o'ylagandim. Hozir ularni qoqtaylaymiz. Hozir do'stlar, hammasini o'ldirib bo'lganimdan keyin videoni qo'yaman. Obunachilar, hammasini qilib bo'ldim. Men ham kuchga ochaman. Sizlarga aytib qo'yay, videoni o'rtasidan kestirayman. Majburman, videomiz juda ko'p cho'zilib ketdi. Shuning uchun sketlarni yarmi yo'q bo'lganidan keyin davom ettiraman. Do'stlar, mana anchasini qirib qo'ydim, lekin u yerga borish juda qiyin. Qani olg'a do'stlar, sizlar uchun men dunyoni yo'q qilaman. Dunyoni yo'q qilguvchiman men. Men juda ham yovuz jahldorman. Mana do'stlarga o'ladigan bo'lsam, men haqiqiy Herobrine kuchini ishlataman. Mana buyoqqa qaysang. Hech qayerga o'tolmaysan meni, hech qaysang. Do'stlar, meni tamom o'rtada kuchukcha qilib tashlashyapti axir. Do'stlar, hayron qolaman, nega skeletlarning bolasi yo'q? Tushunmagan aytinglar, kommentariyga yozib qo'yinglar, nega skeletning bolasi yo'q? Nimaga shu savol meni qiynaydi? Nega skeletning umuman bolasi bo'lmaydi? Zombini bolasi bo'ladi. Senlar qochish kerak. Hozir bo'lmasa meni bolalik tashlashadi.
Xo'sh. Do'stlar, bu eng kuchli nezet birovlarni ichki xotirjamlik obunachilar. Do'stlar, yaxshiyam o'zim Tornis nomli kuchaytirilgan birovni ham yaxshi. Do'stlar, bu mana juda chipuxa men uchun. Xo'sh. Nima deya olasan? Nima? Ay. Do'stlar, men noob emasman, prosta telefonim qotyapti. Nima deysan? Nima? Ko'jonim, sizlar menga bu xotsanlar. Do'stlar, bu yerda qochib majburman hozirchalik. Bu yoqqa. O'lib qolmay, hech qilib o'lib qolmay. Shu o'lishimdan keyin sanlarni yo'q qilib taylamay aytib qo'yay. O'lmayman men. Shuni hal ko'p bo'lsa kerak. Opasilar birda kutib obunachilar, men qasosda oldim. Ertalabgacha ko'rib chiqdim, lekin qasosda oldim. Ikkinchi obunachilar, men buni uddaladim. Bu albatta sizlar uchun va bizning o'sha sevimli obunachimiz uchun. Albatta obunachilar, sizlarga hammangizga rahmat. Keyingi video nima haqida bo'lsin, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Squid Game va boshqa o'yinlarning qolgan davomi chiqsami, chiqmasinmi, bu albatta sizga bog'liq. Va agarda sizlarga birorta mod yoki birorta narsa kerak bo'lsa, men albatta Telegram kanalimga o'tib yozishingiz mumkin. Telegram kanal opsiyasida bo'ladi. Aytgancha obunachilar, sizlarga bir savolim bor. Skinim yarashdimi? Mayli, bu ham sizlarga ko'p so'radim. Xullas, ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'lasizlar.